Qadriyatin qadrlagan millat qadr topar olamda. Va bu shubhasiz biz o'zbeklar faxrlansak arziydigan qadriyatlarimizdan biridir. Dunyoda qadriyatlar belgilaydi xalqning xosligin. Jannat ota-onani oyog'ini ostiga degan gapni juda ma'nosi ko'p. Ular el o'zligin bor rangin ifoda etar. Agar hurmat qilindimi, demak u tarbiya ham, mehr ham emas. O'zbekiston telekanalida asl o'zligimiz e'tirofi qadriyat dasturida. Qariyalarning, ota-onalarning duolarini olish biz uchun sharaf. Bu gal ota-ona hurmat haqida gaplashamiz. Eng kuchli bilimdonlar, Kiroshindirbash familiya. eng tezkor topqirlar, O'zguda aksi bo'lib turadi, shularni chizayotgan jarayon. eng shiddatli bilag'onlar. Men rad bilmagan ham zo'r. Bu eng jiddiy o'yin qahramonlari. Ularning sifati sur'atidan ma'lum, suratida ilmiga ishonch namoyon. Jamoa orasida vazifalar aniqlanmagandek go'yo. Kim fikrlaydi, kim o'ylaydi. Zakovat Azizbek Abdullayev jamoasi bilimda bellashadi. Studiyada Diba Xolmatova, assalomu alaykum. UNESCO tomonidan dunyo xalqlari nomoddiy madaniy merosi durdonlaridan bittasi deb e'lon qilingan katta ashula degan bir janrimiz bor. Bobolarimiz, momolarimiz bejizga ham o'sha faollarga ko'p o'qitlar, dono, hikmatli so'zlar aytishmaydi. Ularning bu milliy g'ururini tiklashga, vataniga, eliga bo'lgan hurmatini oshirishga katta yordam beradi. Radio efirda yuzma-yuz muloqot. Shaxsiy fikrlashtirishning bugungi sonida shu va shunga o'xshash savollar yuzasidan fikrlashamiz. Ya'ni O'zbekiston telekanalida radioga tashrif. Келечек Овозы – это талантливая и целеустремленная молодежь. Келечек Овозы – это новые идеи, высокие цели и первые шаги в будущее. А достигают своих целей только уверенные в себе. Если тебе от 15 до 25 лет и ты видишь себя победителем в одной из номинаций – архитектура и дизайн, информационные технологии, рационализаторские предложения и технические разработки, традиционное и декоративно-прикладное искусство, литературное творчество и публицистика. Заявки принимаются во всех областных отделениях
Центр молодежных инициатив «Келечек УВОЗы». Также в режиме онлайн на сайте www.молодежь.уз. До 1 мая 2011 года. Всю необходимую информацию ты можешь получить по номеру 233 66 09. Мой друг, не упусти шанс еще раз показать свой талант и доказать, что ты лучший из лучших. Келечек УВОЗы – голос твоих стремлений. O'zbekiston telekanalining muhtaram muxlislariga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Hurmatli tomoshabinlar, ayni daqiqalardan boshlab Assalom O'zbekiston studiyasi ijodkorlari sidqi dildan sizning xizmatingizda bo'lamiz. Ko'rsatuvimizdan qiziqarli ma'lumotlar, rang-barang lavha va sahifalar, kuy-qo'shiq o'rin olgan. Umid qilamizki, ekran qarshidagi vaqtingiz besamar ketmaydi. Xabaringiz bor, joriy yilda Termiz shahrida mamlakatimizdagi akademik litseylar va kasb-hunar kolleji o'quvchilari o'rtasida Barkamol avlod sport musobaqalarining respublika bosqichi bo'lib o'tadi. Faqat bizning yurtdagina mavjud bo'lgan va kichik olimpiadalarda e'tirof etilayotgan umid nihonlari Barkamol avlod universiada sport musobaqalarida qatnashgan o'g'il-qizlar nafaqat jismonan chiniqadi, balki go'zal diyorimizning maftunkor go'shalari, tarixiy obidalari bilan yaqindan tanishadi. Qolaversa, musobaqalar o'tadigan hududlarda yangi inshootlar qad rostlaydi. Shuning uchun ham 3 bosqichli tizim mamlakatimiz sport industriyasini rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shyapti deyish mumkin. Yaqinda Qoraqalpog'istonda Barkamol avlod musobaqalarining saralash bosqichlari bo'lib o'tdi. Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etilgan davr mobaynida birgina Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zida 100 ga yaqin zamonaviy sport inshootlari qurib bitkazildi va kapital ta'mirdan chiqarildi. Natijada hatto eng chekka hududlarda istiqomat qiladigan bolalarda ham o'zlari xohlagan sport turi bilan shug'ullanish imkoni paydo bo'ldi. Masalan, ilgarilari hududda yengil atletika, suzish, badiiy gimnastika va boshqa qator sport turlari bo'yicha seksiyalar bo'lmagan edi. Bugungi kunga kelib esa Qoraqalpog'istonlik bolalar shug'ullanayotgan sport turlari soni 31 taga yetdi. Farg'ona vodiysida keng taraqqiy etgan belbog'liq kurash ham so'nggi yillarda mahalliy maktab o'quvchilari o'rtasida ommalashib boryapti. Shahar va tumanlarda ochilgan seksiyalarga yuzlab bolalar va qizlar jalb qilingan. Maxsus o'quv seminarlarida ishtirok etib, tajriba orttirib kelgan murabbiylar ularga belbog'liq kurashning sir asrorlarini o'rgatmoqdalar. Mavsumning eng nufuzli musobaqalariga tayyorgarlik vazifasini o'tagan navbatdagi Qoraqalpog'iston birinchiligiga Nukus shahri va barcha tumanlardan 60 nafar polvon tashrif buyurdi. Mutaxassislar ayniqsa Nukus shahri va Eliqal'a tumani yosh sportchilarining tayyorgarligiga yuqori baho berishdi. Musobaqa yakunlari bo'yicha Termizda bo'lib o'tadigan Barkamol avlod sport o'yinlarida ishtirok etadigan jamoa tarkibi aniqlandi. Bu sport turi Qoraqalpog'istonda toza sport bo'lib hisoblanib, neki rayonlarimizda da bu sportga juda bir yaxshi e'tibor berilmoqda. Neki Usu jarishda jengib chiqqan sportchilarda bundan ham boshqa neki O'zbekiston ko'lamida o'tkaziladigan jarishlarga olib chiqu maqsadida bu jarish berilyapti. Xudo xolasa men o'ylayman, usu jarishda jengib chiqqan sportchilar O'zbekiston ko'lamida o'tkaziladigan jarishlarda da yaxshi natijalarni qo'lga kiritadi deb o'ylayman. Shu bilan bir qatorda 1997-98 yillarda tug'ilgan bolalar va qizlar o'rtasida ham musobaqalar o'tkazildi. Har bir bellashuv keskin va murosasiz bahslarga boy bo'lib, milliy sportimizning ushbu turiga qiziqish mamlakatimizning barcha hududlarida tobora ortib borayotganligini namoyish etdi. Ayni kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha 100 ming nafarga yaqin maktab o'quvchilari sport bilan muntazam shug'ullanishayotgan bo'lib, ushbu ko'rsatkichning o'zi hududda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning mohiyati qay darajada ekanligini isbotlaydi. Bitta oddiy ruchkaning siyohi nechta so'z yozishga yetadi deb o'ylaysiz? Ishlab chiqaruvchilar bergan ma'lumotlarga ko'ra, bitta ruchkada 100 mingdan ortiq so'z yozish mumkin ekan.
Agar bu imkoniyatdan yaqinlarimizga maktub yo'llash, tug'ilgan kunlari bilan qutlashda foydalansak, nur ustiga nur. To'g'ri, bugun uyali aloqa vositalari orqali qisqa muddatda muloqot qilishimiz, SMS xabarlar jo'natishimiz mumkin. Lekin xat orqali yuborilgan tabrik ko'proq taassurot qoldiradi. Hozir dasturimizdan o'rin olgan jarayon sahifasida maktublarni kerakli manzilga yetkazish bosqichlari haqida so'z yuritiladi. Angliyada pochta xodimlari kuniga 84 million pochta jo'natmalarini qabul qilib olib, ularni o'z vaqtida kerakli manzilga yetkazib qo'yishni va'da qiladilar. Lekin shuncha pochtani bir kunda egalariga yetkazishga qanday ulgurishadi? Shotlandiyaning tinch orollaridan birida Karrera xonim turmush o'rtog'i Ned River bilan istiqomat qiladi. Ularning hayoti aytish mumkinki, shahar hayotidan farq qiladi. Shuningdek, chekka bir hududga pochta xizmati ko'rsatish ham bir muncha qiyinroq. Ned Riverning singlisi Elizabeth xonim esa 800 kilometr uzoqlikda Londonda yashaydi. Elizabeth xonim ertaga akasi Nedning tug'ilgan kuni ekanligini eslab qoldi. Garchi yetib borishiga gumon qilsa-da, ertalab soat 9 da tabrik xatini jo'natishga qaror qildi. Soat 10 dan 45 daqiqa o'tganda pochta xizmati xodimi Nancy Ryan qutidagi xatlarni yig'ib oldi. U xat va boshqa xabarlar yozilgan konvertlarni London chekkasidagi pochta bo'limiga olib boradi. Buning uchun yo'llardagi tirbandliklardan o'tib olish kerak bo'ladi. Har qanday kechikish pochtaning ertalab egasiga yetkazilishiga xalaqit qilishi mumkin. Nancyning qutidan xatni olib, London chekkasidagi pochta bo'limiga kelgunicha 3 soat vaqt ketdi. Soat 1 bo'lganda xat bo'limga keltirildi. Kunning yarmi bo'lishiga qaramasdan jo'natma hali ham Londonda. Har kuni bu pochta bo'limida 2 milliongacha xatni saralashadi. Yaxshiyamki, saralash ishlarini zamonaviy texnologiyalar bajaradi. Eng qizig'i, texnika pochtani manziliga qarab ajratib chiqadi. Oldiniga hajmi jihatidan kichik xatlar saralanadi. Bu ishlarni aylanma uskuna bajaradi. Kichik hajmdagilari ajralib chiqadi, kattaroqlari baraban ichida qolib, tez jo'natilishi kerak bo'lgan konveyerga tushadi. Mana bu mashinalar konvert sirtidagi manzilni o'qiydi. Yashil rangdagi yuqori sezgirli detektor fosfor xatlarning markasidagi fosforni sezib, konvertlarning to'g'ri joylashganligini aytadi. Agarda konvertlar teskari o'girilib qolgan bo'lsa, ikkinchi marotaba aylanganda o'ngi bilan keladi. Nancy olib kelgan pochtadagi ko'p xatlar teskari turib qolgan, ammo bundan xavotirlanish kerak emas. Mashinalar konvertlarni bor yo'g'i 2 soniya ichida ag'darib, to'g'ri yo'lga solib yuboradi. Endigi jarayonda 1 soat ichida 150 ming dona konvertlarning manzilini xatosiz o'qib chiqish kerak bo'ladi. Maxsus raqamli kamera katta tezlik bilan o'tayotgan konvertlar sirtidagi manzilni suratga tushirib qoladi. Bu suratlar konveyerlar ajratib olib, kerakli bo'limlarga tashlashiga katta yordam beradi. Tabriknoma yuborilgan manziliga o'z vaqtida yetib boradimi? Buning uchun qanday transport xizmatidan foydalaniladi? Mazkur savollarga birozdan keyin sahifaning davomida javob topasiz. Tarixiy topilmalarni o'tmishdan kelajakka yo'llangan maktub deyish mumkin. Ularni o'rganish jarayonida topilma mansub bo'lgan davrga oid juda ko'p ma'lumotlar olamiz. Dasturimizni Tarix tilsimi sahifasi bilan davom ettiramiz. Hamkasbimiz Rahmiddin Shermatov bugun ko'hna bilaguzuklar haqida ma'lumot beradi. Nafosat kishilar fe'l-atvori, odob axloqini namoyon etuvchi fazilatdir. Ajdodlarimiz qadimdan qalb go'zalligi bilan birga tashqi ko'rinish, chiroyga ham alohida e'tibor qaratishgan. Orastalik, ayniqsa ayol kishining nozik did bilan kiyinishi-yu taqinchoq tanlashi nazokat belgisi sanalgan. Tasvirdagi mana bu taqinchoqlar miloddan avvalgi 2000 yillikka tegishli bo'lib, mamlakatimiz hududidan topilgan ilk zeb-ziynat buyumlaridan hisoblanadi. Bronza davriga oid bo'lgan, juda ham mashhur Sopoli tepa manzilgohdan topilgan, Surxondaryo viloyatida joylashgan 15-17 asrlarga oid bo'lgan eramizdan avvalgi ayol kishi uchun juda ham ko'plab marjonlar topilgan. Ya'ni o'sha davrda ayol kishilar o'zlariga oro berish va o'sha taqinchoqlar taqishga bilan ham mashg'ul bo'lishgan. Ya'ni rangli tabiiy toshlardan tayyorlangan, ya'ni bo'yoq berilganga o'xshashib ketadi, lekin aslida
tabiiy toshdan foydalanilgan, juda ham go'zal marjonlar tayyorlashgan, yasashgan. Mutaxassis ta'kidlaganidek, taqinchoqlarga xuddi rang berilganga o'xshaydi. Aslida ular asl qimmatbaho toshlardan yasalgan. O'sha davr ustalari mahsulotning pishiqligiga alohida e'tibor qaratishgan. Taqinchoqlar sifatini yo'qotmasligi uchun ularga mustahkam ishlov berilgan. Vaqt o'tib bunday bezak buyumlari turli xalq sayllari, marosimlarda urf bo'lgan. Navbatdagi topilma antiqa bilaguzuklar. Mana bu bilaguzuklarni ko'rib, qanday xususiyati bor ekan deb o'ylayotgandirsiz. Keling bu haqda mutaxassis ma'lumotlariga quloq tutamiz. Bronza davriga oid bo'lgan bilaguzuk, ya'ni miloddan avvalgi 2000liklarga oid bo'lgan, Toshkent viloyati Iskandar qishlog'idan topilgan ayol kishi uchun ya'ni bilaguzuk bronzadan tayyorlangan 3 xil vazifada foydalangan. Birinchisi bezak sifatida, ikkinchisi tumor. Nima uchun? Ya'ni bu echki shoxlarini ko'rishingiz mumkin. Echki shoxlari o'sha davrda echkilar muqaddas hisoblangan. Echki shoxlari tasvirlashga sabab muqaddas tumor sifatida ham foydalanishgan. Uchinchi vazifasi, ya'ni juda ham qiziqarli vazifasi, agar shoxlarini tepaga qaratib taqishganda ayol kishini o'zini himoya qilishi mumkin bo'lgan ekan. Bronza davrida uy ro'zg'or buyumlariga ishlov berish takomillashgan. Mazkur bilaguzuklarning bugunga qadar saqlanganligi ham ularning yuksak mahorat va mehr bilan yasalganligidan darak beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, har 10 chaqaloqdan 8 nafari albatta iste'dodli bo'lar ekan. Kattalarning vazifasi kichkintoylardagi ana shu iqtidorni aniqlab, to'g'ri yo'naltirib, ro'yobga chiqarishdan iboratdir. Bu borada ayniqsa oila va maktabgacha ta'lim muassasalaridagi muhit muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun yurtimizdagi bunday maskanlarda ta'lim-tarbiyaning yangi ta'sirchan usullari ishlab chiqilyapti. Mavzuni navbatdagi lavhada davom ettiramiz. Mamlakatimizda o'sib kelayotgan avlodga g'amxo'rlik qilish, barkamol avlodni tarbiyalash hamda komil shaxs sifatida shakllantirishga katta e'tibor qaratilgan. Bu borada albatta ta'lim maskanlari alohida o'ringa ega. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalariga yangi talablar qo'yilmoqda. Jumladan muassasa o'z imijiga ega bo'lishi muhimdir. Kuni kecha Yunusobod tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 304 maktabgacha ta'lim muassasasida aynan shu masalaga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Maktabgacha ta'lim muassasalarining imijini rivojlantirish strategiyasi deb nomlangan seminar treningda Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi vakillari, shahar maktabgacha ta'lim inspektorlari, maktabgacha ta'lim muassasalari mudiralari va uslubchilari ishtirok etishdi. Maktabgacha ta'lim muassasasi imiji bu keng qamrovli tushuncha bo'lib, masalan, muassasa rahbari va xodimlarning imiji, korporativ madaniyat, muassasani qolaversa muassasaning hududining landshaft dizaynlari, muassasadagi olib borilayotgan ta'lim samaradorligi, muassasaning tarixi, urf-odatlari kiradi. Bugungi seminarimizning maqsadi shahardagi barcha muassasalarning o'ziga xos imijini yaratish va uning samaradorligiga erishish, maktabgacha ta'lim muassasasining nufuzini ko'tarish, jamiyatdagi nufuzini, ota-onalar orasidagi shu nufuzining ko'tarishga erishishdan iborat. Bugungi tadbirimiz bu ishni boshlanishi xolos. Kelajakda bu ishimizni, demak, imijologiya sohasidagi bilim va g'oyalarni maktabgacha ta'lim muassasalarining faoliyatiga tatbiq qilish. Tadbirning maqsadi imijologiya sohasidagi g'oya va bilimlarni yuksaltirish va hayotga tatbiq etish hamda maktabgacha ta'lim muassasasining o'ziga xos imijini shakllantirishda pedagoglarning kasbiy rivojlanishlari uchun munosib darajada sharoit yaratishdan iboratdir. Bo'lib o'tgan seminar Toshkent shahrida 2011-yil 1-maydan 1-dekabrga qadar o'tkaziladigan maktabgacha ta'lim muassasa imiji ko'rik tanlovining yuksak saviyada tashkil etilishiga munosib zamin hozirlaydi desak, adashmagan bo'lamiz. Pomidor oltin olma deb ham atalishini eshitgansiz. Bu ta'rif bejiz aytilmagan ekan. Olimlar pomidor saraton, osteoporoz, yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish mumkinligini ta'kidlashmoqda. Chunki u likopenga boydir. Bundan tashqari pomidor tarkibida kayfiyatni ko'taruvchi serotonin va tiamin moddalari ham bor. Shuning uchun mazkur ne'mat sabzavotlar orasidagi eng foydalisidir deya qayd qilingan. Yoqimli ishtahli sahifasi bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bugun hamkasbimiz Mamlakat Umarova olchali shirinlik tayyorlab ko'rsatadi.
Bugun siz bilan birgalikda olchali rogaliklarni pishiramiz. Ushbu shirinlik uchun 100 gram olcha, 200 gram margarin, 200 gram smetana, qand upasi, 3 stakan un hamda yong'oq kerak bo'ladi. Eng avvalo unga margarin hamda smetanani solib xamir qorib olamiz.